Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va rahmatullohi va barakatuh. Men sizlar bilan bir narsani bo'lishmoqchi edim. Shu qo'yimiz kechqurun qo'ziladilar. O'tgan safar egizak tug'gandi, bu safar uzoq yurib qoldi. Mana yelinay. Qo'y ancha qiynaldi, oxiri kech payt o'zim qo'l solib ko'rsam, qo'zi teskari kelayotgan ekan orqa oyoqlari bilan. Men o'zim yakkalik yolg'izlik qilib qoldim. Bunday sherigan bo'lish kerak ekan. Ushab turgani. Qo'ydi. Oxiri qo'y holdan toyodi. O'zi yotib berdi. Qo'zini tortib oldim. Uni tortayotganimda o'sha oyoqni boshlanishida ikki oyog'ini to'g'rilab oldim. Teskari kelayotgan ekan. Bizda o'qi deydi-yu, o'sha kindik nimasi oyog'iga o'ralashib qolganda o'sha harakat paytida tos suyaklariga qisilib qolgan. Ichkarida qo'ziga kislorod yetmay qolgan, qon aylanmay qolgan. Menga dedi 2-3 minutga kech qoldim-da. Tortib oldim. Qo'zi voyaga yetgan. Tug'ilish kerak bo'lgan narsa edi. Qo'zi o'lik tug'ildi. Reanimatsiya qildimi? Bo'lmadi. Xullas nima demoqchiman? Shunaqa paytda yoningizda vet vrach bo'lmasa, o'zingiz shuni tortib olmoqchi bo'lsangiz, bitta sherik bo'lish kerak. Zudlik bilan to'xtamasdan tezda tortib, keyin oyoqlarini tevaga qilib turib, qo'yni biqinlariga urib, og'izlarini pudab nafas berish kerak. Agar tezda qilinsa, qo'zini saqlab qolsa bo'ladi. Bir kishi bo'lsa saqlash qiyin. Mana yo'ldoshi ham tushdi. Biz yana bormakan deb tekshirdim. Qo'l solib ko'rdim, yo'q ekan. Bunaqa holat statistikada 5%. Manda shuncha yildan beri birinchi marta bo'lishi, to'g'ri kelishi shunaqa. Uni sabablari ko'p ekan juda ham. Mana bu narsadan shunaqa bo'ladi deb aniq aytish qiyin. Bunga travma bo'lishi mumkin, qo'ydi. Lekin qo'ydi bachadonning muskulaturasi, mushaklari yaxshi tonusda bo'lmasligi mumkin ekan. Xullas qo'ydi holati qorindagi qo'zini holati o'zgarib qoladi, orqamachasi bo'lib qoladi. Shunday hollarda tezlik bilan harakat qilib, tezroq qo'zini saqlab qolishda naqasi harakatini qilish kerak. Mana endi bu kishim kechasi bilan marab chiqdilar, bolasini axtarib. Hozir veterinar ham kelib bir ko'rib beradi. Atak holati yomon emas, ovqatlarini yeb oldi kechqurun. Mayli, salomat bo'linglar.